Qaynonam qaynimga qiz topdilar. Rostdanmi? Kim ekan u peshonasi yalqiragan qiz? Rahmat. Qo'shni mahallada ekan. Qo'shni mahallada deng. Manzilini bilasizmi? Bering. Shartta boraman-da, aynitib kelaman. Kecha oyijondan so'rasam, atay manzilni aytmadilar. Tavba. Endi to'y bo'lguncha bizdan bekitarkanlar-da, manzilini. Opajon, shu anakonda qaynonadan qutulganimizga shukr qilamiz-da. Yaxshi ham erim alohida uy olib, ukam qolaversin deb chiqib ketgan ekan. Bo'lmasam, qaynonam yana qo'shqovoqqa qarab o'tirardi. Ha, nimasini aytasiz? O'zim ham kelaylik paytim esimga tushib ketdi. Biram meni qiynagandilar shu qaynonamiz. Voy, menchi? Men sizdan 5 battar qiynalganman, opajon. Kelayotgan kelinlarga rahim kelyapti. Qo'yavering, o'ylamang. Ishoning, shu kelin tushishi bilan qaynonamizni fe'lini ko'radi-da, u ham chida olmaydi. Yo o'zini uyiga qaytib ketadi, yoki qaynolarimizga aytib alohida chiqib ketadi. Bizga bergan azoblari uchun shu qaynonamiz bir o'zi yolg'iz qolsin. Shunda hamma alamlarimdan chiqardim-da. Voy, gapirmang. Men ham xumorimdan chiqardim, ko'rib bor-ku. Haligani kino bor edi-ku. Kelinlar qo'zg'oloni degan Nigorachi. Xuddi ana shunaqa kelin kelsa edi. Voy, zo'r bo'lardi. Aytmang. Ha, endi bir o'tkir kelinga uchrasin-da. Popuklari ozgina pasayib qolarmidi?